Ağaranğı ürkelep, dünemine bollotep, artta kalsa taytoru, adamay dünemine bollotep, oşo gezde cengeken, göğül bölünüp, gözünün yaşı tövülüp, Qarağına hayran göz, kamçı boyu yaş ketip, Önüne mündü hayran göz, cinenden bölük yaş ketip, Kayran Mamad ölgünde, kakırdan kalgan sandine, abı kögöbü şaltaram, geçi kamçıga çenne. Akamda erkek turpoqtun bası qancha? O bası qancha mı? 35. 35 ming doğatıptır qara erkek turpoqtu. Bir yaşar turpoq ha? Bası 35 ming so'm. Erkek turpoq. Narxısı çoğuroq ekan, bunisi qancha? 40 ming? Mana qancha dedingiz? Nau çoğuroq ekan. Bunusun 40 ming so'm deyapti. Bul dele erkek turpoq ekan. Bul dele bir yaşar ekan. Jashi ekoy bir deydi. Erkek turpoq 25 ming so'm bo'lib turibdi, al qizil turpoq. Erkek ekan. Turpoqning basi kichkina tushganmi deydi-chi? O'tgan kun qaraganda. 25 ming so'mga olib turibdi erkek turpoq. Qimmat olyapsiz degan. Allah turpoqlarning basi 40 ming so'm deydi, ekoy teng bir deydi ekan. Bir yaşar turpoqlarmi? Jashi bir yaşar bo'lib qoladi bularning jashi. 40 ming so'mdan. Bu turpoqlar ekan. O'sha turgan. Bunani qancha deyapsiz buni? 35 dan kam bor. 35 ming so'mdan kam bor dedi. Urg'achi turpoqlarmi? Ha. Urg'achi? O urg'achi. Urg'achi turpoqlar 35 ming so'mdan kam bor dedi. Qunajindar ekan ha? Qunajindar, Qunajindar ekan turpoq emas. Qunajindarni qayerdan olib keldingiz? Nereden aldı be? Shu yerdan oldik deydi. Nereden aldı? Orası da çatol görüntülendi. Alıp satarlar ekan da bular. Kamda erkek turpoqlarning bahosin qancha aytib qo'yasizmi? Turpoqlarning bahosi qancha? Universalga. 30 ming so'mdan ödö deydi erkek turpoqlar, bir yaşar turpoqlar. Bunasi 30 ming so'mdan ödö ha? Bunisi 30'dan pas. Bunau kishnaroq ekan, buni 30 mingdan ildiy berem deb atadi. Mana qanchaga bag'lishdi alarmanlar? Alarmanlar arqalı olacak. 26 ming, 27 ming berib atışıptır alarmanlar. Ha, 40 kam olur. 40 ming so'm kam bor deydi. Bu 1,5 yaşar bo'lib qolibdi, ha? Qonajin ekan, 1,5 yaşar qonajin ekan. 45 ming so'm deydi bahası. Qanchaga bag'ilishdilar bunlar? 36 ming oldu. Aldinglarmi? 36 mingga oldig'ili deydi. Tem üstüne kishine qo'shilsa beramiz deb atadi. Kam var. Az kam. Erkek bir yaşar turpoqning bahası 30 ming so'm kam bor deydi. Qanchaga bermay aytasiz? 28 ming 300 ga vermeydi. 29 ga gelse veremiz. 28 ming 300 ga geldiler bermey aytam deydi. 29'larga bolsa beriyem deb atadi. Yaxshi turpoq ekan. Namus qashqangiz? Qashqa qancha to'laydi? Havarga qashqa 30 kam var. 30 ming so'm kam bor deydi erkek turpoq. Bir yaşar ekan bu da. 42. Qancha oldu turpoq? 23 ming so'm. Bo'libdir, urg'achi turpoq ekan bu. Qancha ekan turpoq? 25 ming. Erkek urg'achi? Urg'achi turpoq ekan, basi 25 ming so'm deydi. Echki 6800 so'mga olingan ekan, hozir sarka ekan 6800 so'mga. Hozir tarazaga tartsak 38 kilo chiqdi. Buni soygandan keyingi salmog'ini ko'ramiz endi. Bugun so'ylat ekan, xudo xohlasa. Bugun erteng so'ylatgan.
soyulganda salmağın görөбүz. 38 kilo çıktı. Aka qozulu qoydu qancha деп атасыз? 13. Urgaç ekan. Qozulu qoydu 13 ming so'm деп atыптыр. Qozusu urgaçı. Qancha 4 tish qo'yib? Qancha tishi? Qancha tishganini bilmayman. Bunaqangiz qancha bunaq? Bildirlar. Bundan 13 ming bunun qo'si var. Ol gelin salp qo'ygan. Yeni jelin salып qo'yib tur. Жақын arada to'yt deydi. 13 ming so'm. Ақшасы бірдей екен. Мына қозылы қойдың басын айтып қоясыз ба? 10 мing so'mға бербей қойдым дейді, қозылы қойды. Қанша тиш қойдыңыз? 6 тиш қой. 10 ming so'mға бербедім дейді. Erkek mi? Kıçmal okşayt ha? Kıçmal, koşkor ekan. Mınağınız kaça mına qara qoyuңuz? Bular erkek qoy. Ha, bular erkek qo'ylar ekan da. Kıçmallar ekan. Buna soluq qoy. Buna bası qancha kıçmaldın? Ha. Kıçmaldın bası. 9,5. 9,5 ming so'mga beremiz deydi. Kıçmal. Tamam dedik. 9,5 tamam. Hem var deydi. Mına ol solupumda qarаңыз. Uşul qancha? Sıra. Mına soluq qo'ydun bası 8,5 ming so'm deb atadi. 4 tish, 6 tish qo'y ekan. Qancha qo'ydun bası? Qo'ydun bası qancha? Qo'ydi bas 9 ming. İçinde 8 bolası var. Qo'ydun bası 9 ming so'm deydi. Bo'z içinde bolasi. 2 bolası var. Жақын 8 kamış. Жақын. Жақын айтайын 8 mingga kami var deydi. Bo'z bu qisir mi? Boz. Qancha tish qo'y? 2 tish qo'y ekan, bo'z içinde qo'zi var deydi. Boz 10 ming. 10 ming so'm deydi. Qo'zi qo'chqor bu tish? 2 tish. Qara qo'chqor 10 ming so'm bası. Nima bo'lsa qizili? Ana da cırtlı. Onu hazırlaşıyor. Qizilingiz qancha aka? Qizilingiz. Kızılın 8 yarım. Qizil qo'chqorni 8,5 ming so'mga Sen nimeye taptasın? beramiz deydi. Kichkinangizni aytib qo'ygan. Kişilerim 6 minden de atam. Ayağı servis. Kichkina erkak urg'achi. Biri basında erkek. Birisi urg'achi ekan, birisi erkak deydi. 5,5 dedingizmi? Ha. 5,5 ming so'mdan beramiz orada. Dışarıdan veririz. Etleri servis. Cembe kurban balık. Aka, bundan qo'zlarning bahsi qancha? Bozlarning başı var. Ha, 11'de turam. Ekoni 11 ming so'm deb turam deydi. Qanchaga so'rasa talarmanlar? 10,5'ga chiqdilar ana. 10,5 ga chiqdilar, berbey qo'ydim ele deb atadi. Ha, Bir görende 2 tam görende. qo'ylarni qayerdan olib keldingiz? İşteyden yapıyordum işte. Bugun bozor qanday, qimmatmi chi? Pazar kımbat mı? Bugun bozor Pazar qimmatmi? kımbat bolu da. Bunlar oylar azayt. Buni uydan olib keldingiz bizga olib satasizmi? Da. Diyxon akasi-da. Deyxan. Qancha ol? Yaxshi. Kaçsa? Eko birdeyli o'xshaydi. Oy 7,5. Toktu 6 ming. Mana qo'y 7,5 ming so'm deydi. Narxi to'xtu ekan, 6,5 ming so'm. Bo'z bu qisirmi qo'yingiz? Qo'yingiz bo'z bu qisirmi? Boz. Bo'z ekan, ichinde qo'zi bor deydi. Mana qo'zili qo'y qancha ekan? 9 ming? 9 ming so'm deb o'tadi qo'zili qo'ydi. Qancha tish qo'y bu? Tishi qanday tishi? Chashli? Ha. O'rta yoshdan o'tib qoldi deydi. Sizniki bunalar. Qanchadan o'tasiz bu qo'ylarda? Endi ala qo'ydim basını aytingchi. 11'de otam. 11 ming so'm deb o'tadi, ala qo'ydik. Bunun dele balasi ariq ishida. Boz qo'y. Bo'z qo'y ekan, 11 ming so'm bas. Akamda uloqni qancha deb o'tasiz? 6,5.
6,5 ming so'mduk ulaq. Qanchaga bag'lab atadi? 5800 ga bermey qo'ydim mene deydi. Qo'ydim bağlarını aytib qo'ysa. Малары 7,5 массайды. Мынау qo'y 7,5 ming so'm. Narxысы мынау 8 ming so'm deydi. Bular qancha qarib qolgan qo'ylar o'xshaydi, ha? Масы жаш. Масы орта жаш. Bozbu je qısır bu bular. Qısır soyuşqa bo'laveradi. Soyuşqa so'ysanglar bo'ladi da o'tadi. Takaning bahsi qancha takaning? Chiroyli 3 ming so'mda o'tadi takaning. Qanchaga berib aytasiz? 7,5 ga berib aytdim. 2,5 mingga berib aytam deydi, 3 ga berem de o'tadi. Ya aka, mana qo'ydim bahsi qancha? 6,5 ming so'm deydi, urg'ochi to'qdi. 6,5 ming so'mga berem deydi. Ulag'ingizchi? Bu 5,5. 5,5 ming so'mda o'tadi ulaq. Ulag'imiz echki. Ha, echki ekan ha? Cho'ng'il echki ichinde ulaq var ekan. Qo'zluq qancha oldi aka? 9 ming so'm bo'lib turibmi qo'zluq qo'y. Qo'zsu menen. Tishi qancha ekan? Sheylek. Sheylek ekan, jash qo'y. Bugun mınanday alay Gulcho bozoruna mo'g'lar chiqibdir. Qo'yga jem bergenge, cho'pga dile bo'laveradi da. Bahsi 2 ming so'm deydi. Bo'lishi 2 ming so'm. Qo'yga yaxshi ekan-da. Jem bergenge. Suv yig'anga olmaymi? Gelmedik de koysam bo'ladi. Suv quyib bersa dile bo'laveradi deydi. Biroq bu yerda tutashgan jeri bor ekan. Shu yerda pitop qo'yish kerak ekan-da. Aka, bunaqasi qanchalar bunal? 1300 ga beramiz. 1300 so'mga beramiz deydi. Bunun üstünde işte yo'q ekan-da. Narxысы 2000 bo'lishi deydi. Aka, bu yoqdagilardalar birdaylar bari? Birday, birday ekan, shundan tandab olaversangiz bo'ladi ekan. Jengil ekan, ko'targanga yaxshi. Jengil udobno ekan, o'tajasiz. Dastashasiz. Bir adam qolganday. Kelishibdi, boshi tushagala. Normal bosh. Bir adam bemalol ko'tarib ketadi-da bir joyga. Oturanlar bo'lsa, baylanishingizda nomeringizni aytib qo'ying. Nomerda 78 men. 41 94 39. Daha bir qaytarib qo'ying. 78 men 41 94 39. Zakaz qilsangizlar, shu nomerga baylansangizdar bo'ladi. Qancha ekan? 50. Qara, g'unanning bahsi 50 ming so'm deydi. Uyretilgan ekan, tayyor. Allı öyle mini örestir. Qaysi yerdan olib keldingiz buni? Qayerdan olib keldingiz? Buna mutfurun. Shu Guchodan olib keldim bet mutfudan. Jo'sh xunan ekan, yaxshi. Bu şerese son qo'l bo'lar. Uyretilgan. Sen vay, nimaga chiqaradasizmi? 9,5 ming so'm bo'ldi deydi, qo'zluq qo'y, arzon bo'lib turg'o. Qancha tishgan qo'y? 4 tishdan. 4 tish qo'ylar 9,5 ming so'mdan.